Ayollarda sikl buzilishining asosiy 5 ta gormonal sababi. Tuxumdonlar polikistos sindromi. Bunda qonda testosteron miqdori ortishi hisobiga sikl buziladi va bu hatto bepushtlikka, agar davolanmasa uzoq vaqt, unda endometriy rak kasaliga ham olib kelishi mumkin. Bu kasallik surunkali bo'lgani uchun bunday bemorlar doimiy ravishda endokrinolog va ginekolog nazoratida bo'lishlari kerak. Semizlik va insulin rezistentligi oqibatida kelib chiqadigan insulinning ko'tarilishi. Insulinning ko'tarilishini o'zi testosteron ko'tarilishiga olib keladi va bu ham gormonal muvozanatni buzadi. Bunday bemorlar ozib, normal vaznga kelgandan keyin sikl ham normallashishi mumkin. Bunday bemorlar ham ozguncha endokrinolog nazoratida bo'lishlari talab etiladi. Qalqonsimon bez kasalliklari, qalqonsimon bez gormonlari ortishi ham, pasayishi ham ayollar gormonal muvozanatini buzadi. Bu kasalliklar nisbatan oson davolanadi va bunday bemorlar ham doimiy ravishda endokrinolog nazoratida bo'lishlari talab etiladi. Qonda prolaktin ortishi, giperprolaktinemiya holati. Prolaktin juda ta'sirchan gormon bo'lgani sababli u ba'zi bir dorilar yoki boshdagi o'simta yoki boshqa gormonal kasalliklar ham ortishi mumkin. Funksional gipotalamik aminoreya. Ayol kishi kuchli stressga tushganda yoki birdaniga ko'p vazn yo'qotganda bu holat kuzatiladi. Gormonlar ishlab chiqarilishi buziladi yoki vaqtincha to'xtaydi. Bu holat tashqi faktor yo'qolgandan keyin yoki ayol kishi o'sha normadagi vaznga ega bo'lgandan keyin o'tib ketadi.